Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga shu analik va raqamli o'zgartirgich sxemasini ko'rsatmoqchiman. Ya'niki bizda analik signalni 8 bitli raqamliga o'zgartirish sxemasini, blok diagrammasini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Uning cadence asosida biz dizayn qilganmiz. Ko'rib turganimizdek, bu bizning kirish inputimiz, ya'ni asinxronoz ikki xil ko'rinishdagi analik signal kiradi va u yerda kapazitorlar, mana 8 ta kapazitor tepasida va pastda, undan keyin komparator va SAR logic, undan keyin o'sha internal clock generation bo'ladi. Shu asosda biz analik signalni raqamliga o'zgartiramiz va buni biz cadence tools asosida hozir simulyatsiya qilib ko'ramiz. Simulyatsiya qilinish jarayoni juda ko'p vaqt oladi. Odatda bu bizning sxemamizga bog'liq bo'ladi. 20 minut yoki yarim soatcha vaqt ketadi. Chunki bu top simulation bo'lganligi uchun. Demak, bu sample and hold stage deyiladi. Bu o'sha tranzistorlar asosida quriladi. Bu esa o'sha DAC deyiladi. Bu yerda bir nechta D flip-floplar asosida dizayn qilinadi va bu komparator bo'ladi. Bu clock asosida boshqariladi. Undan keyin SAR logic, bu ham D flip-floplar asosida dizayn qilinadi using the transistors va bu yerda bu ham o'sha D flip-flop asosida dizayn qilinadi. Bu blokimiz esa bu digital to analog, ya'ni digital signalni analogga o'zgartiradi. Hozir biz shu yerda simulyatsiyani tugatib, shunchaki cancel qilib biz natijalarni ko'rishimiz mumkin. Demak, bizda analog input, bu analog kirishimiz va endi men sizlarga hozir 8 ta raqamli chiqishini ko'rsatishim mumkin natijalarni. Mana bu raqamli chiqishlar natijasi. Biz shu natijani olishimiz kerak bo'ladi. Hozir biz analog kirishni raqamliga o'zgartirdik. Endi shu raqamlini yana biz analogga o'zgartirib, asosiy analog bergan analogni va undagi qayta ishlangan analogni taqqoslaymiz. Mana natijasi ko'rib turibmiz. Bu yashildagisi asosiysi va pink rangdagisi, qizil rangdagisi bu raqamlini yana qayta analogga o'zgartirish.